Tuğanlar, assalomu alaykum, amansızlarmı? Bugün çıslı 17 Avgust 2025 yıl Noqat mal bazarında. Tuğanlar bir de like'lardan basыңыздар, bizge kattalып қолдау ретінде. Tаңғы saat 6 oldu tuğanlar, 1 minut kaldı. Buyursa bu videomuzda uşul жалаң саған уйлар боюнча болот. Bizde қолдап лайктардан басып катталып коюңуздар. Sağın uylардың bazı qanday oldu? Biraz düştüğü kommentariye жазып өтіңіздер. Yer jari bu je, na, tuğanlar. Görüңіздерчи. Agar orada Sağınızdan. Aslı. Akadan umra ketadi. Yo'q, aka. Che, paysini bag'dasiz aka? Ha, o'zingizlar qancha verdingiz? 2000 kam beradi. 58. Urg'achkana. Buyursa, sağlıklardı başladık olanlar, like'lardan basıp bizge katalım olanlar. Bula qancha hareket aka? 130. 130 qava. Balası da urg'achi bo'la? Tapmaqdan. Bo'ldi. Sütü qancha var ekan? Sütün degan 130 ming satib topa urg'ach ekan o'sha. Torpog'i erkek. Puli qancha ekan aka? Qancha puli? 180. Torpoq qanchanchi bolasi? 3-chi bolasi de 180. Sütü qancha var ekan aka? 8. Bozor baho berdi, qancha berdi? Bozor baho berildi ekan. La pul qancha bu? 160. Urg'ach erkek. Erkek ha? Qancha bolasi bu? 3-chi bolasi. Sütü qancha var? 10. Pul qancha bu? 165. Bu erkek. Qancha bolasi bu? Bulda 3-chi bolasi. Bunun sütü qancha var? 8. Bağıldı o. Bağıldı kaçtan verdi konuda? Buna biri 50'ye çıktı. 45-50'ye çıktı. 45-50, 145 min 50 ha? Kulça. Bunu yahan soruşkenci. Bunu bağıldı ha? Yaxşı. Solan versin ha? Emeyle kendi. Aha. Qancha ukam? 145 min. Topa urg'ach ekan ha? Qancha bolasi ekan bu? Ikkinchi bolasi. Sütü qancha var ekan ukam? 6-7. Bozor qancha berdi? Em ha? So'lan bersin. Non bag'daslar qancha berib qo'ydingiz? 1000 so'm ekan, bunisi 40 ming so'm. 139. Qaysi kanal? Baykaji degan. Ursamsan. Torpoq urg'ach ekan ha? 139 ming. Qancha var ekan? 6-7 var. 6-7 ha? Bering. Bor tavakkal. Peshonadan ko'rdik. To'g'ri. Ursamsan. Endi bering, endi bering. Endi bersang olish, bo'lmasa ketishar edi. Men qo'llar mana. Torpoq urg'ach. Ursamsan. 40 mingga bo'ldi. Berbaydi. 140 To'g'ri, ta. 40 ming. Mana o'zing aytgan gap. Ursamsan. O'zim aytmadim, ovosamdan 40 suram dedi. Bu qanchasi bolasi? Ikkinchisi. Ikkinchi bolasi. 140 ming. Mana endi bunisi 40 ming. Ke, bilim. Qachon. Gel. Hop qoldimi o'zi?
Ha? Qancha ekan puli? Pulini ona bulan. Garantiya deb. Qancha pul aka? Aka, Nechta tug'anini? Ha, 3-balasi. Ona bu katta. 3 bolasi. To'pa urg'ach ekan, ha? To'rtpa urgan. Süt qancha bor ekan aka? Süt to'rtpaqdan chiqari 12-13 tuştu var. Sirtqari 12-10 soatgacha. Narxini qanchasi chiqadi? Qaysi? Qancha bo'lasi? 15 de beradi. Bundan pul qancha? balasi. Pul qancha? 160 ming azmas kam var. 160 ozmas kemi bor. Buni bag'ildi aka? Ha, 10 35. Ha, 145 ming berdi bundaqa. To'pa urg'ach ekan. Onani sap. Pulda urg'ach. Bundan pul qancha dedingiz? Ha, narxi ha. Sizdanmi u? 165. 60 Ha, 60 be. Süt qancha bor? Süt 10 to'g'ri. 10. Nerede gider? Yaş qanday qoldi uyning? Yash tushunmasak. Tushunmasak. Bozor qancha bag'ildi aka? Ben hozir yemli baylar. Bak aytib qo'yib, men o'zim Shanghayda uyim güzel kamar deb qo'yib, 140 ga berib yotgan. Ha. Ne oldu sizdeki? Torpak erkeğe ekan ha bu aka? Pul kaça verdiniz? 250. Pul 250 bin dedi. Bunun sütü kaça var ekan? 15. Ha, maşallah. 15 litre sütü var ekan. Onu en çıkılamam. Taşçısının onda uyarlı oluyor. Öylesiz gerektir. Bunu bağıldı aka. Bağıldı. Sizde de? Endi 195 so'rashdi bir nima 195 mingga berib aytadi. Bu erkek. 15 yutu var ekan. Turboda yaxshi jo'm jo'l pul bo'lgan. Bu topu var. postavit Buna qancha? 300 ming kichkina kami bor. 300 ming biraz kemi bor. Sapsem ko'p. To'rpoq urg'ach. To'rpoq urg'achi. Qanchanchi bolasi bu? Ikkinchi to'rpoq. Ikkinchi to'rpoq. Sütü qancha var ekan? Suti tilida buniki 30 litr, 35 litr, hozir 20 litrga olaveradi. 20 ga. 20 ga olaveradi, biroq uydi mana, ko'rasiz. Sapsem jo'vosh. Alingda nima qilmaydi? Emchaklari ham. Aytib qo'ying undan. Nomeri 51 bilan 19 19 39 mana. Mana tishlarini ko'ring. Qana, ishlarni ko'rsatib qo'ying. Ha, Mana. bo'ldi. Jashkan. Mana endi 6 kurak Bo'ldi, jashkan. Bu nima Mesni o'zi. Buni bag'ildi qancha berdi? Yo'q, endi nima qildi? Hali savdo bergan yo'q. Bo'ldi. Suti tilida. Ular 30 Ko'ringiz bo'ldi. 20 ga oladi. Sotildi qancha oldi? 130? 110. Turpoq urg'ach ekan ha? 110 mingga. İspat kimi yok var zararda. Yemga baylaveradi. Buladimi? Qancha berib qo'ydingiz? 140. 140. Turpoq erkakmi? Urg'achi bu? Qancha berdi? Sütü qancha bor ekan? Buladimi? Sütü. Ana ezgilama o'sha aytgan. Yüreğinde 140 ming dedi. Balasına geldi bakalım. Qancha verdiniz? 145. Sütü qancha bor? Sütü. Sütümü caz alıp çayla koyduğumda sütüm Bilal Bey'dir. Yaş qanday ekan uydun? Yaşı 5 tuğanda bergen. Koşulan Buna 5-chi bolasi bu. Oşandayda alğanım ben. Turpoq erkakmi? Erkek.
Dağ içinde boz. Boz ekan. Çayloğa aytgan. Ha, yaxshi, boz ekan. Switch çalış deb bergen bana. Ha, çalış. Bu ham shu çalışıyor olmaz ha. Onlar çalışıyor qoldi. Qancha berib qo'yding dedingiz? 145 Ha, bu 145 ming. Turpoq erkak plus boz ekan. Turpoq urg'ach ekan navl. Qancha puli? 130. Sütü qancha bor ekan? Sütü. Bilmayman. 130. 110 berdi-yu bozor. 110 ming beribdir. Neyle yaxshi deb Like boshlatar, daha güzel like'larga bosib qo'yinglar. Boz söyle. Erkek kaça? 150. Assalomu alaykum. Güzeldi. Turpoq erkak, qanchasi bo'lasiz bu? 4. 4-chi bo'lasiz. Sütü qancha bor ekan? 45. 45 sütü var deydi. 150 ming deydi. Bizden öyle şuraya tutup söz işin. Bozor bağı verdi qancha berdi? Bozor bağı berdi ekan. Yeyip çıkan sözünde olsa öyle. Boşayın desem ötüp gitti deb turibdi. Qaysini bag'atlasizlar? Nomi? Qancha berib qo'ydingiz? 85. 85. Turpog'i. Turpoq urg'ach ekan ha? Sütü qancha bor ekan o? Dağdan geldi. Birinci letr olsa gene bilmiyorum. Sokarım. Birinchi bolasi bu. Birinci bala. 85 ming turpoq urg'ach. To'g'dan kelibdi, sütü qancha bor ekan desam bilmayman deydi. Ketmeying sen mingson meni. Men shuni izlab ketay. Men shuni izlab ketay. Ha, qusonak. Yo'qsa bu qolmaydi. Bu solib ketayman aka. Bunda urg'ach erkakmi? Urg'ach. Pul qancha ekan? 140 kemi var deydi. Bu yaş qanday bo'lgan aka? Ikkinchi bo'lasi. 140 deydi. Bunun sütü qancha var? Sütü. 2-3. Bundan bağıldı aka. Qancha verdi? Bundan qancha bu? 140. Bundan urg'ach o. Bundan urg'ach ekan 140 ming. Böyle salgın elgeli. Judar qildi ekan. Dostum, nasılsın mı? Qancha puli? 135 ming. Sütü qancha var? 10, sağır geç. Turpoq urg'ach erkak. Urg'ach bundan. Ular qanchanchi bolasi? 4-5 ha? Bozor qancha bag'ildi? Bozor bag'ildi ha? Qancha bu? 120 ming. Turpog'i? Turpog'i? 120 ming var. 7 sütü var ha? 7 litr sütü var deydi. Bozor bag'ildi, qancha berdi shuga? 106 ming. Yaxshi. So'zam berdim ham, yaxshi. Damda bo'lsin. Bağıldı. Oğlum 15'te de 5. Şuraya 15'te de. Sayısın bağıltaslar. Nanu? Qancha verib qo'ydingiz? 118. Turpoq erkakmi, urg'achmi? Erkak. 118 ming. O'zining yoshi qanday ekan? Ha, birinchi bolasi bu. Birinchi bolasi 118 mingga bağlı. Salgın olup gitti.
Bu erkek mi? Bu kaç ekan pulu? 150 ming kemi var. Bu yaş qanday qoldi? 3-chi bolasi. To'rtov 3-chi bolasi deydi. 150 ming kemi var deydi. Torpaq urğaç ekan. Pul qancha? 120 ming. Urg'och. Sütü qancha var? 5-6. Bazar bağı verdi qancha var ekan? 105 ming. Yaş qanday qoldi bunun? 3-chi 4-chi bolasi. 105 ming bağlıdır. Qaysa qancha berib qo'ydingizlar? Bunaqa qancha berdingizlar? 108 ming. Bardig'ini. Uchovini. Buna erkek mi? Bu urg'achi. Uyning yashi qanday qoldi? Ikkinchi bolasi. Buna ikkinchi bolasi. Bozorda bu mal ko'p. Torpaq erkek ekan ha? Qancha puli? 130. Sütü qanday? Sütü? Bilmem, Ceylan'dan geldi. Sütü bilmeyin deydi. Bazara qancha berdi? Bozor, iyi mi verdi de iyi mi geldi? Hazır geldi. 130 ming. 130 dedin ha? 130. Torpaq erkek ekan. Bunaqa bağıltaq şunda? Non bağıltaq? Non bağıltaq? 110 bu? Yaxşı ekan. Torpaq urg'och erkek. Urg'och. Yaş qanday ekan? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi? 110. Sütü qancha var ekan? Sütü? 4. 4 litr sütü var deydi. 110 mingga bag'ı bo'ladi. Tuğanlar, mına uşintip buyursa videomizni жыйынтыктайбыз. Like, kommentariy qoldirib, tasvirlar bilan bölüşüp, ancha-muncha kamchilik bo'lsa to'g'ri tushuntirib degan yaxshi. Bizga xat olib qo'yinglar. Sizlarga har doim foydali qiziqli videolarni buyursa chiqarib turamiz.